Ogoh bo'ling. Bank plastik karta firibgarlari. Aziz yurtdoshlar, elektron tijorat saytlari va Telegram kanallarida mahsulotlarning onlayn oldi-sotdi munosabatlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali yutuqli o'yinlar, turli aksiyalar, elektron savdo, xayriya niqobi ostida pul o'tkazishga chorlash, bank plastik karta raqami rekvizitlari, amal qilish muddati va shaxsiy ma'lumotlarni yashirin yo'llar bilan qo'lga kiritish orqali firibgarlik holatlari uchramoqda. Ularning tuzog'iga tushib qolmay desangiz, ushbu eslatmaga amal qiling. Bank plastik karta hisob raqamiga pul o'tkazish uchun faqatgina karta raqamini berish kifoya. Boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmang. Sizga bank nomidan shubhali qo'ng'iroq yoki SMS xabar kelganda, plastik karta olgan tegishli bankka qo'ng'iroq qilib aniqlik kiriting. Bank plastik kartasi va uning rekvizitlarini ishonchli himoyalang hamda hech qachon karta pin kodini yozilgan holda saqlamang va bir xil sonli pin kod qo'ymang. Yaxshisi, uni eslab qoling. Bank plastik kartangiz doimo ko'z o'ngingizda tursin. Biror to'lovni amalga oshirish chog'ida shaxsiy pin kod raqamini oshkor qilmang. Shubhali SMS xabarlarga aslo javob qaytarmang. Agarda bank plastik kartangizdan pul o'g'irlanganligini bilsangiz, bloklash maqsadida zudlik bilan karta olingan tegishli bankka murojaat qiling. Xayr-ehsonni faqatgina rasmiy e'lon qilingan internet ijtimoiy tarmoqlari orqali amalga oshiring. Eslatib o'tamiz, ushbu jinoyatlar uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida quyidagi javobgarliklar belgilangan. Firibgarlik O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida ko'rsatilgan bo'lib, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs qilmishining ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra jarima, axloq tuzatish ishlari, ozodlikdan cheklash va 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'g'rilik O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasida ko'rsatilgan bo'lib, ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs qilmishining ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra jarima, axloq tuzatish ishlari, ozodlikdan cheklash va 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ogoh bo'ling, shunda tinch bo'lasiz.